Tavba. O'g'liga alam qiladi. O'g'liga alam qiladi. Oxiri hech nima qilganim yo'q. Endi kiruvdim. Hali yosh, sal injiroq. Injiqamkanmi? Xo'ligan-ku. Gap bunday. Uydan menga faqat ikkita yo'l bor, Jabroil. Yo men uni zakizga olib boraman, yo meni prokurorga olib boradi. Yo, xudo saqlasin. Yo yo'qqa borgili qilmasin. Qaydam. Har holda endi bu qishloqda uchrashmasak kerak. Boshimdan zar sochib olsa ham bu yerlarga qaytib kelmayman. Pardon, rosa ter to'kdik. Endi ilm ma'rifat yo'lida qanday bir foydali ish qildim bilmayman. Talabalarim fransuz tilida mapassanni o'qiydimi, yo'qmi? Lekin pardon aka degan unvonga halolaga bo'ldim. Militsiya uyini o'g'ri urgan Shpak gapiryapti. Hozir gap o'g'ri misri emas. Undan kattaroq ishlar bo'lyapti. Injener Timofeyev uyiga haqiqiy tirik shohni olib keldi. Uni xanjari bor, xavfli yaroq. Chin so'zim, gapimga ishonavering. Sen meni yengding, shahzodamiyo. Qarayda qilichinni sanch. Bo'laqol tosh yuragimni chopib tashla. Meni o'ldirganing bilan barcha yovuzliklarni yo'q qila olmaysan. Boshqa kato paydo bo'ladi. Keyin yana boshqasi hammasini yo'q qila olmaysan hech qachon. Keragi yo'q. Kamina vaqtincha brigadirlaring tugalguncha ishlab turaman. To'g'risini aytganda, biz uylarni vijdonan buzyapmiz. Sifat belgisi bilan. Hozircha serjant. Yuridik fakultetda o'qiydi, sirtdan. Hayron bo'lyapsizlarmi? Ramaqajon berodinglarmi? Yo'q, zindonda yotmasam, zanjirband bo'lmasam 300 yil ichida tanamga jibitib sevaram qoldim. Xo'sh, qanday shamol uchirdi? Malakani izlab kelgansiz. Bir qiyo boqsak ekandik. Hamma maqtaydi. Qaniydi bir ko'rsak. Mana bu boshqa gap. Nima olib keldinglar?